Hop, mana shu lanjronlarimiz, Belaruslarda lanjroni. Mana bularni Ukrainaniki. Mana bunisi jigarrang cho'katli rangi, Belarusyaniki. Mana bu silindr shotirlarimiz, toza Belarusyaniki bular. Mana bu vidishiga kardanda uzib qo'yadigan o'rtadagi xvastaviga mana kelar. U yaxshisidan hali uzilib ketganidan bas. Inshilarimiz bor mana Ukrainaniki, toza Belarusyaniki mana kelar. Vidishiga palislar akalar mana. Xitoydagi nimaniki pressep bo'ladiganlar, kirallar. Toza klapillar, rossiyskiy Xitoydagi klapillar mana akalar. Keyin 1221, 1523 ga hamma zapchastlarimiz bor. Motorga, korobkaga, zadniy moskga, mana shu stronkalari, perishnivalari. Akalar. Do'stlar. Instagramga qo'yadi. Ham bozordan qo'yadi. Hamma bozorda Belaruslarga mana korobka shestlarimiz. Belarusyaniki. Granatalar mana. Rus oldim 230 mingga. Mana shu stronkalari. Ha. Kimgadir bular hozir ko'rsatib turganlarimiz hammasi Belarusyaniki narsalar. Arzonroq kerak deyilganga Xitoyda shestinalari ham bor bizda hammasidan. Xitoyda ham original zavodi ishonchliligi bor mana aka. Akani MTZni parasi necha bo'lsa sen keltirdik. Xo'p, Xitoyga 120 Mana 82larga vidishiga ham zapchastlarimiz hammasi bor mana akalar. Korobkaga, o'rtaga podmiskaga, mana korobkaning valiglari, qanotchi mana bu. mana bu kulich yashillarimiz, temirlik 6 tali lobslarimiz bor akalar. 320 T25 traktorga ham zapchastlarimiz bor. T40 ga, Belarusyaniki shunaqangi Xitoydagi yumuziga, Anoni ikkitasi ochkisi bilan necha pul bo'ladi? O'sha arzonni hisoblab beradi. mana toza Belarusyaniki, rulga gur. Ruldi guri mana akalar. Mana raspetillarimiz bor. Bu Ukrainaniki mana oddiy 80lar, endi 80larga, 30larga, 1025, 1221larga mana. Yangi Belarusyan narsalari. Bozorda turargohiga qo'yilgan. Ko'rishlari mumkin. Qarshida 693 va ortida mazza mashina egalari mashina solib kirib borishdi. Mana rolga dozatorlarimiz bor, Xitoydagi ham bor. Belarusyaniki ham bor ekan. Mana bu sariq korobkadagilar Belarusyaniki. Xitoydagi. 330 ming aka. Salyozod Belarusyaniki ekan. Arqa tomonida kattaroq bo'ladi, lekin to'rtburchak bo'lmaydi.